Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 19 aprel doklad e'lon qilib, Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya musulmonlariga qarata insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini e'lon qildi. Ularning naslini quritib, ko'kini qazish, Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya musulmonlarini nishon qilgan insoniyatga qarshi jinoyati nomli 53 betlik bu dokladda Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya musulmon xalqlariga qarata keng ko'lamli tutqun qilish, qiyin qistoq va madaniyat bostirish ilib berayotganligi ta'kidlangan. Kuzatuvchilarning aytishicha, xalqarodagi nopozlik bu tashkilotning Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitishining simvollik ahamiyati zo'r bo'lib, bu boshqa davlatlarning buni ulgu ilishiga turtki bo'ladi ekan. Xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkilotining bu dokladi Angliya parlamenti Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qaror loyihasini 22 aprel ovozga qo'yishning harpisida e'lon qilindi. Dokladda aytilishicha, Uyg'ur elidagi keng ko'lamlik va sistemlik tutqun qilish, qiyin qistoq, madaniyat bostirish siyosatlarga va boshqa jinoyatlarga Xitoy rahbarligi javobgar ekan. Dokladda javobgarlarni jazolash, javobgarlikka tortishni olg'a surish, Xitoy hukumatiga yo'linishini o'zgartirish to'g'risida besim ishlatishning birlikka kelgan xalqaro harakatga ehtiyojli ekanligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bu dokladni Amerikadagi Stanford universiteti qonun fakultetining kishilik huquq va ixtiloflarni hal qilish kliniki bilan birlashib tayyorlagan ekan.